Hammaga salom, SL obunachilari. Intervyu olamiz. Hozir Bekzod Jo'rayev bilanmiz. Olovli o'yin yakunlandi. My School Englify Bekzod aka, hozirgi vaziyatdagi hissiyotlaringiz qanaqa? Hozirgi vaziyatdagi hissiyotlarim My School avvalambor kuchli jamoa, tan olishimiz kerak. Biz harakat qildik, o'zi boshida sarosimagan pozitsiya bo'ladi. Kuchli birinchi gol bo'ldi. Fiziki kuchli. Keyin biz ham ularga nisbatan baribir xarakter ko'rsatishimiz kerak edi. Komanda bilan baribir yutuv uchun kelganmiz avvalambor. Ularga qarshi o'yin ko'rsatdik. Comeback degan holatda g'alabani qo'lga olib ketdik. Lekin avvalambor raqiblarimizga rahmat deyman. Eng zo'r munosib o'yin bo'ldi. Biz ham maza qildik. Avvalambor to'sqonlar shu fikrlar. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Meni ham hissiyotlarim birdek shunaqa deb ta'kidlashim mumkin. Hop, juda ko'p to'sinlarga tegdi, titradi, barliq ko'rdik. Nima deysiz shu holatga o'zi? Ya'ni SLni holatda borishi emotsional. Qanaqa reaksiya bo'lyapti o'yinchilar, jamoada to'g'risi bizadagi zarbani ham ko'rdinglar. Umuman ulardagi bo'lgan zarba ishtonga tegdi. Ancha xavotirli bo'ldi. Tim bo'ldi ular birinchi gol urgan holati ishtonga tegishi. Tamom jang bo'ldi. Haqiqiy jang bo'ldi. Men prosta yutqizishdan emas, prosta maza qildim. Hech qanaqa bir shaxsiy manfaatlarsiz zo'r o'yin bo'ldi. Keyin bu chempionat albatta do'stona, bir-birimiz bilan o'rtoq bo'lish, bir-birimizni tanib olishga ixtisoslashtirgan chempionat bo'ldimi? O'yinga keladigan bo'lsa, super. Fikrlar uchun rahmat. Bekzod aka, oxirgi savolim. Keyingi raqibga qanaqa holatda tayyorgarlik ko'radi jamoa? Tarkiblarda o'zgarishlar kelishmadinglarmi? Yo'q, tarkibda o'zgarish yo'q. Avvalambor o'yin difai o'zidan tashkil qilingan jamoa va bolalarni qo'ldan kelgancha saralab, yaxshi futbolga tayyor bo'lgan fizik holatdan va jismoniy holat hamma tarafdan tayyor bo'lgan o'yinchilarni jamlaganmiz va shunga nisbatan o'yin ko'rsata olamiz deb o'ylayman. Lekin kamchiligimiz bor. Chunki biz oldindan birga o'ynab yoki bir joyda komanda qilib o'ynagan bolalar emasmiz. Shakllanishga baribir bitta ikkita o'yin bor, o'yinda ham sezilib qolyapti. Xudo xolasa, mana kelasi o'yinga taktik jihatdan ham tayyorgarlik ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsa, sal pala-parshilik bor o'yinimizda. Hujumda, himoyada. Shuni oqibatida ikkita gol olib kelib qo'ydik. Biz ochiq-oydin. Ya'ni bir-birimizni tushunmaslikdan ketishdi oddiy holatda. Bu xatolarning hammasini yopamiz keyingi o'yinda. Inshaalloh. Bekzod Jo'rayev, rahmat. Salomat bo'ling. SL obunachilari, endigi navbat bizda navbatdagi intervyu My School Englify o'yinida My Schoolning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan, birinchi golni urib bergan va dublga erishgan Behruz Hamidullayev. Behruz aka, o'yin haqida hissiyotlaringiz, o'zi o'yinni borishi qanaqa bo'ldi? Raqib jamoa haqida, o'zi ham jamoa haqida. Ancha qiyin. Qizil kartochka uzilib qoldi. Dam katta qizil necha kerak emasdi, o'yinda kerak emasdi qizil. Yaxshi borayotgan o'yin birdaniga so'nib qoldi. Ya'ni o'yinni tempiga ham ta'sir qilmoqda. Tushunarli. Behruz aka, birinchi taymda faollik ko'rdim. O'zim ham kuzatdim. Ikkita gol yaxshi urdi. Hujumlardan yetilib chiqdi. Birinchi taym yaxshi bo'ldimi yo ikkinchi taym o'zinglarni o'tkazgan tayminglarni solishtirsangiz? Birinchi taymdalik ko'ngillaydi bo'lmadi. Ikkinchi taym birinchi 10 daqiqalik yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Qizildan keyin o'yin ancha pasaydi. Bolalarni ruhiyati so'ndi. Jamoada kimlar aytolmaymiz, ya'ni bugun yaxshiroq o'yindi. Chunki baribir jamoa o'yini o'tgan gallikdan yaxshiroq bo'lmadi. Qaysi o'yinchilar ajratib ko'rsatsa ko'radi, lekin darvozabonni ham yaxshi sevadi. Darvozabonning harakat qilgani bilan kamchilik bo'lgan hisobiga yaxshi to'sa olmadi, o'yin o'xshamadi. Har doimgidek o'sha bizda eng yaxshi o'ynab beradigan Diyor. Gol tarafda gol oldi, lekin harakat qilgandi. Keyingi o'yinda tarkibiy ko'rinishlarda qanaqa o'zgarishlik uchun so'raman. Shaxsan Diyor Qosimovni ko'rmadim tarkibda. Keyingi o'yinda bo'ladimi o'zgarishlik? Albatta, Diyor Qosimov ba'zi bir ishlari sabab viloyatga chiqib ketganligi sabab o'yinga kela olmadi. Bor, endi tarkibda yangi o'yinchilar bor, endi ular keyingi safargi o'yinda taklif qilamiz, kelishadi. O'yinni kuchaytirib beradigan o'yinchilar bor, prosta ularning ishlari chiqadi. Vaziyat shuni taqozo qiladi. Rahmat intervyu uchun, keyingi o'yinlarda omad.